Bizani qo'shnilar 5 yil, 6 yildan beri olmasini mevasini kutib charchab ketishdi. Sababi bu ko'chatlarni sotib olishayotganda birinchidan payvandini so'rashmagan, navini so'rashmagan va umuman olma o'zi qachon meva berishini bilishmaydi. Bunaqa muammolarni oldini olish uchun biz shogirdimiz Murod aka bilan yaxshi bir loyihani boshlaganmiz. Bu mevali xonadon deb ataladi. Bu nima degani? Siz quruq yeringiz bor, bo'sh uchastka oldingiz yoki eski daraxtlarni chiqarib tashladingiz. Bizani shogirdlarni chaqirasizlar, shogirdlar borib, yerni ko'rib, sizlarga meva turlari va navlarini tanlab berishadi. Va eslatib o'taman, navlar katta sanoat bog'larida ekiladigan eng zo'r yangi navlar bo'ladi. Olmada, gilosda, shaftoli, o'rik, olxo'ri assortiment bor. Xohlaganingizni tanlaysiz. O'zingiz sharoitingizdan kelib chiqib mutaxassislarimiz ham tanlab beradi. Tuyeda 3 kunda uyingizda bog' bo'ladi. Va muhim joyi, hozir misol uchun mana aprel oyida turibmiz yoki mayda buyurtma beradigan bo'lsangiz, siz ko'chatlaringizda mevasi ham bo'ladi. Ya'ni uyingizga 3 kunda bog' qilib berishadi va u bog'da siz shu yilning o'zida meva terib yeya olasiz. Qiziq bo'lsa, izohlarda plus belgisini qoldirasiz. Bizning shogirdlar sizlarga aloqaga chiqishadi. Like bosib qo'yinglar.